Do'stlar, barchaga salom. Ushbu videoda MetaTrader 5 dan foydalanishni tushuntiraman. Bu forexda savdo qilish uchun maxsus dastur. Uni yuklab olish uchun birinchi navbatda App Store yoki Google Play ga borishingiz kerak. Ushbu ilova allaqachon o'rnatilganligi sababli endi MetaTrader ga kiraman. Keyin pastki o'ng burchakda men sozlamalar bo'limini ochaman va yangi hisobni tanlayman. Bu yerda bizda qidiruv paneli mavjud. Bu yerga brokerning nomini kiriting. Siz mutlaqo har qanday brokerdan foydalanishingiz mumkin, chunki MetaTrader o'zi ko'plab brokerlarni qo'llab-quvvatlaydi. Men Fpro brokerida savdo qilganim uchun, shuning uchun Fproga kirdim. Qizil logotipli variant paydo bo'ladi. Men uni ochyapman. Bu yerda server, login va parolni ko'rsatishingiz kerak bo'lgan oyna ochiladi. Keyin men Fpro brokerning veb-saytiga o'taman. Misol tariqasida men sizga demo hisobidan foydalanishni ko'rsataman. Prinsipial jihatdan bu yerda hech qanday farq yo'q. Savdo hisobi yonida men 3 ta nuqtani bosaman va hisob ma'lumotlarini tanlayman. Bizni qiziqtiradigan narsa bu muhim pastki panel. Bu yerda server, login va parol joylashgan. Serverdan nusxa ochirish. To'g'ri ko'rsatilganligini tekshiryapman. Keyin men loginimni kiritaman. Bu savdo hisob raqami. Men ham uni nusxalayman va joylashtiraman. Va oxirgi qator, bu parol savdo hisobingizni yaratishda yaratgan parol. Barcha ma'lumotlarni kiritgandan so'ng harf tugmasini bosing. Keyin biz muvozanatni ko'ramiz. Men uni allaqachon yuklab olganman. Bu ulanish muvaffaqiyatli bo'lganligini anglatadi. Ko'zingizni tortadigan birinchi narsa bu pastki panel. Keling, buni ishchi panel deb ataymiz. Chap tomonda bizda kotirovkalar, keyin grafik, savdo, tarif va sozlamalar mavjud. Avval iqtiboslarni ko'rib chiqaylik. Bu yerda men asosiy vositalarni ko'rsataman. Men allaqachon qandaydir tarzda qo'shgan narsam. Yuqori qismida qidiruv paneli mavjud. Biz uni bosamiz va forex, futureslar, spot, aksiyalar, metallar va kriptovalyuta kategoriyalari ochiladi. Bugun ushbu videoni yozib olish vaqti dam olish kuni bo'lgani uchun forex bozori yopiq. Men kriptovalyutani tanlayman va u bilan qanday qilib savdo qilishni ko'rsataman. Shuning uchun men bo'limga kiraman. Mavjud instrumentlar ro'yxati ochiladi. Keling, Dash, Cardano va Bitcoin tangalarini qo'shamiz. Shundan so'ng yuqorida o'ng tomonda joylashgan bekor qilish tugmasini bosamiz va barcha qo'shilgan aktivlar kotirovkalar pastki qatorlarda paydo bo'ladi. Shuningdek, qidiruvdan ham foydalanish mumkin. Masalan, agar Ethereum deb yozsak, Ethereum va Ethereum klasi chiqadi. Keling, uni ham qo'shamiz va bekor qilish tugmasini bosing. Shunday qilib, ushbu oynada biz shuningdek beti va so'rashni ko'ramiz. Bu narx sotib olish narxi, sotish narxi. O'ng tomonda biz tarqalishni ko'ramiz. Albatta, tarqalish qanchalik kichik bo'lsa, biz uchun shuncha yaxshi. Va diagrammani ochish uchun biz istalgan kotirovkani tanlab chapga suramiz. Bizning jadvalimiz yuklanishni boshlamoqda. Yoki shunchaki istalgan narx taklifini bosing va grafik yorligini tanlang. Chapdagi yuqori panelga e'tibor qarataylik. Chap tomonda vaqt oraligi bor. Hozirda u 30 daqiqa. Agar biz uni bossak, barcha vaqt oraliqlari ro'yxati ochiladi. Siz o'zingizning strategiyangizga eng mos keladigan har qanday variantni tanlashingiz mumkin. Agar jadvalning masshtabini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, masalan, vertikal bo'yicha, unda o'ngdagi shkalarni tortamiz. Gorizontal bo'yicha esa shunchaki, bilasizmi, ipxonada suratni yaqinlashtirgandek harakat qilamiz. Shunga mos ravishda jadvalimiz yaqinlashadi yoki uzoqlashadi. Shuningdek, jadvalni chapga yoki o'ngga harakatlantirishimiz mumkin, qanday qulay bo'lsa. O'ngroqda esa ruletka plus belgisi ko'rinadi. Uning yordami bilan siz masofani nuqtalarda o'lchashingiz mumkin. Biz nuqta qo'yamiz va uni kerakli darajaga tortamiz. Uni yana bosish shunchaki asbobni olib tashlaydi. Keyingi tugma o'ng tomonda. Bu ko'rsatkichlarning o'zi. Siz mavjud bo'lgan har qanday indikatorni qo'shishingiz yoki aslida o'zingiznikini yuklashingiz mumkin. Menda allaqachon bo'lingan band bor. Masalan, MACD indikatorini qo'shamiz. Plus belgisini bosing, indikatorni tanlang. Agar kerak bo'lsa, uni sozlang va bajarildi tugmasini bosing. Bu grafikning pastki qismida ko'rinadi. Ko'rsatkichni ochirish uchun yana yorligiga oting, chapga suring va ochiring. Keyingi o'ng tomonda bizda grafik vositalar mavjud. Masalan, biz chiziqni tanlashimiz mumkin.
Biz tanlaymiz, grafikka nuqta qo'yamiz va uni xohlagancha, mutlaqo xohlagancha chozamiz. Agar chiziqni ushlab tursangiz, uni istalgan joyga qochirishingiz mumkin. Shuningdek, siz ushbu chiziqning xususiyatlarini ochishingiz, rangini, uslubini o'zgartirishingiz, nuqta chiziq qo'shishingiz yoki uni mustahkam qilishingiz mumkin. Ochirish uchun shunchaki bosib turing va ochirish tugmasini tanlang. Keyin qanday qilib bitim ochishni ko'rib chiqamiz. Agar yuqoridan mana shu tor burchakni tanlasak, bu yerda lot hajmini tekshirish muhim, adashmaslik kerak. Chapda bizda sell tugmasi, qizil, sotish, o'ngda esa yashil, buy, ya'ni sotib olish. Shunday qilib bitim ochamiz va tasdiqlaymiz. Bizning pozitsiyamiz to'g'ridan-to'g'ri grafikda paydo bo'ladi. Uni savdo bo'limida ham ko'rish mumkin. Bitimni yopish uchun esa uni chapga suramiz va yopish tugmasini bosamiz. Endi muhim nuqta bu stop loss va take profit. Ularni to'g'ridan-to'g'ri grafikda o'rnatish mumkin. Pozitsiya chizigini bosamiz, stop lossni tanlaymiz, qizil chiziq va take profitni kerakli joyga o'rnatamiz. Haqiqiy hisobda potensial foyda yoki zarar grafikning o'zida ham ko'rsatiladi. O'zgarishlarni tasdiqlash uchun shunchaki o'ngga suring. Shuningdek, pastki qismida tarix yorligi mavjud. Bu yerda barcha ochiq va yopiq savdolar, shuningdek depozit, foyda, komissiyalar va swaplar ko'rsatiladi. Bu yerda siz shuningdek davrni va sizni qiziqtirishi mumkin bo'lgan har qanday filtrlarni tanlashingiz mumkin. Keyin bizda sozlamalar deb nomlangan yorliq mavjud. Bu yerda siz interfeysni o'zgartirishingiz mumkin. Masalan, mavzuni o'zgartirishingiz mumkin. Aytaylik, menda endi qorong'i mavzu bor. Siz shuningdek qorong'i mavzuni o'rnatishingiz mumkin. Menga shunchaki ko'proq yoqadi. Men sizga hali kutilayotgan buyurtmalar haqida aytmaganman. Ushbu belgini bosing, chiziq paydo bo'ladi. Uni joriy narxdan yuqori yoki pastroqqa qo'ying. Agar biz uni yuqoriroqqa qo'ysak, sotish buyrug'i ochiladi va agar uni pastroqqa qo'ysak, sotib olish buyrug'i ochiladi. Siz darhol stop loss va take profitni o'rnatishingiz mumkin. Shundan so'ng o'ngga suring va buyurtma faollashadi. Narxga yetganda biz o'rnatgan parametrlar bilan bitim avtomatik ravishda ochiladi. Qisqa video shunday chiqdi. Menimcha bu yangi boshlanuvchilar uchun foydali bo'ldi. Agar siz forexni endigina o'rganishni boshlayotgan bo'lsangiz, kanalimni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Like bosing va obuna bo'ling. Barchangizga rahmat.